Men erimni xiyonatda ushlaganman. O'zingizmi? O'zimni erimni. Men eshitmaganman, men ushlaganman. Ko'z bilan ko'rish boshqa, eshitish boshqa narsada. Men ko'zim bilan ko'rganman. Sizni ko'rishmagandimi ular? Ular meni ko'rishmagan. Ular o'sha ishini bitirgancha ishonasiz men jim turganman. Как будто men ularni hijolat qilib qo'ygan, yosh bo'lganman-da. 19 yosh bo'lganman. 18 mi 19 yosh bo'lganman. Ko'zim bilan ko'rganman. Qachon kechirdi deb o'ylaysiz? Men o'sha kuni kechirganman. Nega kechirasiz? Urmadingizmi o'sha qiz sochlarni? Yo'q. Men aytayapman, o'sha bilan ikkinchisiga uringan payti men otilib chiqib ketgan. O'sha chidolmaganman. Men unda ajrashdingiz, kechiribsiz eringizni. Yo'q, undan keyin yashaganman. O'g'lim tug'ildi. Bu narsalar ko'payib ketdi. Xiyonatlar, qizli telefon qilardi, yarim kechqurunda. Begi bormi? Begzod edizmi? Kim bu derdim. Men xotiniman. Tushunmadim desam, ha sen ham xotinimsan, senga ham menga ham yetadi. Ko'chan qizlari bor-ku. Meni ajrashishimga sabab yosh qizni buzib qo'yganda. 16 yoshli qiz bo'lgan. Baribir uylanish kerak bo'lgan. Men oradan chiqib ketganman bolam bilan.